Assalomu alaykum. Istiqlol telekanalining aziz muxlislari, ayni daqiqalarda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, biz sizga yuqori kayfiyat tilagan holda tushlikda dasturni jonli efirda boshlaymiz. Bugun haftaning chorshanbasi va mana shunday murodbaxsh kunda biz sizga yana bir ajoyib suhbat, chiroyli taronalarni taqdim etishga shaylanmoqdamiz. Bugun bizning mehmonimiz ham o'ziga xos inson. Uzoq yillardan buyon Buxoro san'atining yetuk darg'alardan biri bo'lib yetishib chiqqan asl Buxoro farzandi. Juda xos, ko'rsangiz o'zingiz ham tanib olasiz. Juda ko'p muxlislariga ega ustoz san'atkorimiz Jambul aka Vohidov va bugun u kishi bir o'zlari emas, o'g'illari bilan tashrif buyurganlar. Javlonbek. Sizlarni dasturimizda xush ko'rdik. Xushvaqt bo'ling. Jambul aka anchadan beri suhbatlashish, umuman mana shunday efir orqali suhbatlashish nasib etmagandi. Bugun sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Men ham juda ham xursandman. Avvalambor taklif uchun kattadan katta rahmat Zilo'laxon. Fursatdan foydalanib barcha Istiqlol televideniyasi jamoa xodimlarining barchalariga ijodiy barkamollik tilaymiz. Bizni hurmat qilib, ana rostini aytish kerak, 6 oydan buyon kelamiz, ana erta, ana indin deb, ana bugun nasib qildi. Ana farzandim bilan Javlonbek Vohidov bilan bugun ana bu kishi ilk marotaba bugun ya'ni debut chiqishlari, birinchi marta televideniyaga kirib kelishlari ana bugun nasib qilgan ekan shu kunlarga yetkazgan. Va shu o'rinda aytishim kerakki, Jambul akani ham bundan 30 yil oldin ilk marotaba efirga chiqishlari ehtimolki Istiqlol telekanali orqali bo'lgandir. Shunday. Esimda xuddi kechagiday Zilo'laxon o'sha paytlar ana og'ir kameralar, 3 soat syomka qiladigan kassetalar. Endi bunaqa chiroqlar yo'q edi. Ana lekin shunga qaramay, juda ham nima deydi, jo'shqin paytlarimiz ekan, yosh ekanmiz. Ana har kun yangi qo'shiqlar bilan televideniya orqali bayramlarda, stadionlarda, hatto konsertlarimiz birgalikda sizlar bilan o'tgan. Shunday. Juda eslab o'tiramiz shogirdlar bilan. Madaniyat saroylarida juda chiroyli konsertlar bo'lgan. Tinim bilmasdik. Shunday. Kecha-yu kunduz faqat ijod, har kun yangi qo'shiqlar. Har kun emas ham haftasiga 10 kunga bir yangi qo'shiqlar bilan, ijodimiz bilan. Jambul akani juda hurmat qiladigan jihatim, juda ko'p mualliflik qo'shiqlari. Deyarli 100% mualliflik qo'shiqlari. Ya'ni Jambul aka hamisha izlanishda, o'sha she'r topishda ham, musiqa bastalashda ham hammasida o'zlari boshida turadilar, to'g'rimi? Hozir endi 100 ga yaqinlashdi desam, xato qilmasam kerak. Umuman ijodingiz davomida. Ha, endi 44 yildan buyon xalq xizmatida yuramiz. Endi faraz qiling, ko'p ham men sanaganim yo'q. Sanasak barakasi uchadi deydi. Lekin iloji boricha men ko'p kitob, ya'ni shoirlarning kitobini varaqlab turgan paytimda menga agar yoqqan qo'shiq bo'lsa, ertasi kuni xalq uni eshitadi albatta. To'ylarda hech bo'lmaganda bir kichkina tadbir bo'lsa ham jonli va aytamanki, yana kecha bitta yangi she'r qo'limga tushdi. Shu maslarga shuni taqdim etaman deb kichkina auditoriyaga bo'lsa ham aytishga harakat qilaman. Shu yaratilgan qo'shiqlar qanaqadir kolleksiya qilinyaptimi? Ularni ertaga yo'qolib ketmasligini siz kafolatlab qo'yyapsizmi? Bizni uyimizdagi kompyuterimizda mana barcha arxivlarim turibdi. Hattoki ayrim qo'shiqlarni mana farzandim eshitmagan qo'shiqlarim ham bor. Fursatdan foydalanib aytmoqchimanki, Alloh nasib qilgan bo'lsa, shu yaqin oralarda, shu atroflarda Xudo xohlasa, mana eski retro qo'shiqlarimni yangi talqinda, yangi aranjirovkada Javlonbek, mana farzandim ijro etadi inshaalloh. Juda yaxshi. Yangi talqinda, yangi aranjirovkalar bilan. Unga albatta endi bu sir emas, hech kimga mablag' kerak. Mablag' kelib taqaladi. Xudo xohlasa niyatimiz juda katta. Onasi bilanki, yana shu kun ham ertalab shu gap bo'ldiki, Alloh nasib qilgan bo'lsa, o'g'limni bugun birinchi debyuti, ya'ni birinchi marta chiqish qilyapti zangori ekran orqali. Nasib bo'lsa, yangi qo'shiq ana shu sizni o'zingizni
mualliflik qo'shiqlaringizni shuni yaxshi aranjirovkashga berib, taxlatib, ana ovozlarni chiroyli qilib yozdirib, studiyalarga kliplar xizmat qilamiz deb niyat Albatta. qildik. Ya'ni qo'shiqlarga ikkinchi hayot bag'ishlanadi. Bu Inshaalloh, juda ham inshaalloh, yaxshi. inshaalloh. Bu juda yaxshi an'ana, chunki bizda ot o'rnini toy bosadi degani u haqiqatan ham bu bir hayotga mos keladi. Zilolaxon bilasizmi, qarib bir 10 yil, 8 yillardan buyon ko'p san'atkorlarga murojaat qilishadi. Ana ustoz, menga ana shu qo'shig'ingizni bering, ijro etay deydi. Mendan Qizg'anasiz. qizg'anaman albatta. Men dedimki, kechirasizlar. Javlon, javlon yoshga oladi deyaptilar. Endi shu 8 yil, 10 yilni endi orasidagi gaplarni aytayapman sizga. Mavlaga aytdimki, nasib bo'lsa bu javlon aytadi, inshaalloh. Javlon nechta, endi shogirdlarimiz juda ko'p. Masalan, tug'ilgan kunlarida o'zimizni davralarimizda ijro etsam, agar shu qo'shig'ingizni menga bering. Soting hech bo'lmasa deydi. Madam, yo'q, uzr, bu sotilmaydi. Bu o'zimizni oilaviy bir xazinamiz, merosimiz. Mana bizdan keyin javlon aytadi, javlondan keyin Alloh nasib qilgan bo'lsa nabiralarimiz inshaalloh ijro etib berishadi. O'zi umuman san'atkorlar oilasida dunyoga kelgansiz. Buni ko'pchilik biladi. Shunday. Ya'ni padar buzrukvoringiz, aka-ukalaringiz orasida ham san'atkorlar bor. Ya'ni an'ana mana shu yo'sinda davom etyapti. Allohga shukr, ana bizni mana padar buzrukvorim, mana ustozim Ibrohim aka Vohidov, joylari jannatda bo'lgan bo'lsin. O'sha kishi bilan men 7 yoshimdan xalq xizmatiga yurganman, yonlarida yurganman. Ana bizdan keyin ana ukamiz Jamshid Vohidov, ana doirachi, zarb chorg'ularini mohir ijrochisi, uni o'g'illari, yana meni jiyanim Temur Vohidov hozir Toshkentda. Buni qarangki, san'atkorga bir baxt kulib boqsa agar, biz Malika Egamberdiyevani kelin qilganmiz Temurjon jiyanimizga. Ular oilaviy, endi hammalari san'atkor, xalq xizmatlarida yuribdilar. Undan juda ham xursandmiz. Men bir qarib 5 yil 10 yillik muxlis edik. Malika Egamberdiyevani muxlislari sifatida oilaviy shunday televizor orqali chiqsalar ham mazza qilib qo'shiqlarini eshitardik. Juda maqom ijrochisi zo'r. Hozir estradaga juda ham urg'u berib, mana taqdir nasib etgan ekan oilamiz a'zosiga aylandi. Bizga kelin bo'lib tushdilar. Juda yaxshi oila. Demak, Javlon uchun ham kelinlikka shu san'atga mosroq qiz izlayotgan bo'lsangiz kerak. Alloh nasib qilgan bo'lsa, shu san'atimizni ana tushunadigan, biladigan, hurmat qiladigan, chunki san'atkorni turmush o'rtog'i bo'lish uchun juda katta bir matonat kerak, kuch-qudrat kerak. Har kim ham san'atkorga sabr kerak. Sabr, toqat. Chunki san'atkor kechqurun, yarim kechqurun masalan to'ydan qaytib kelishi mumkin, kelishlari bor. Qolib ketishlari bo'ladi. Shunday endi o'zi umuman san'atkorlarni tabiatida ham o'ziga xoslik bor-da. Uni ham har kim tushunavermaydi. Ya'ni ko'ngli juda nozik odamlar bo'ladi. Shunday. San'at odamlari. Endi biz Javlonga navbatni berishdan oldin keling shu reklamagacha bo'lgan bir davrda sizdan bitta qo'shiq eshitaylik. Jonli barib muxlislar. Endi Dilbayoru Dastbakor Buxoro, bu Buxoroni o'ziga xos fishkasiga aylangan va Buxoroni qanaqadir bir o'ziga xos gimniga aylangan qo'shiq, lekin biz uni oxirida eshitsak, lekin hozir qisqagina imkoni bo'lsa. Endi bugun bizlar juda ham sog'inib qoldik, ana muxlislar bilan qachondan beri efirda chiqmagandim. Ruxsat beringlar, endi o'zimizni joydorcha shu Buxoroga mos xos qilib sog'ingan muxlislarimiz uchun, sog'inib yurgan muxlislarimiz uchun Pazmon Shudamdan bir shingilgina aytib bersam. Mayli, eshitamiz. Pandu hikmat az kitobe shoiron Pazmon Shudam, soda rafton mardume shirin zabon Pazmon Shudam, havliyu hamsoyaha onda xotiramdan badam ondaru devoru ayvoni kalon Pazmon Shudam, hamma jo xo'rak muhayyo pazandaho jo bajoye xo'rdani tandur kabob با ulfaton Pazmon Shudam, خوردنی تندور کباب با ulfaton Pazmon
shundan. Rahmat. Sizni ham muxlislaringiz sog'inishgan edi. Shunday, shunday. Ayni muddao Salomat bo'ldi. bo'lsinlar. San'at olamida shunday bir narsa bor, bir ko'tarilish bor, undan keyin sekin pastga tushish bor. Endi Shunday, bu shunday. yosh bilan ham bog'liq emas, bu ijod bilan ham bog'liq emas, bu qandaydir bir tabiiy jarayonda. Siz Chunki- shuni o'zingiz hayotingizda qanday qabul qildingiz? Man Allohga shukur o'zimni esimni tanibmanki san'atda. Men buni bilardim shunday bo'lishini. Chunki yoshlar chiqishyapti-da. Kun sayin yangi ovozlar, yangi qiyofalar, Yangicha qo'shiqlar. yangicha qo'shiqlar, yangicha janrlar chiqyapti. Kun sayin, har kun. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi, sizlar misol biz yillar davomida bitta xonadonni faqat yaxshi kunlarga xizmat qilardik. Yangi ovoz chiqdi. Keyin xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha yangi ovoz shularni yulduzi bo'lib qoladi. Biz salgina joyimizni bo'shatib berish, shu joyni ham chiroyli qilib bo'shatib berish ham bu bir mardlik hisoblanadi. Men yaxshi qarayman, chunki men umuman o'ksinmayman, chunki meni zurriyotim, meni ishimni davom etyapti hozir. Bizga bu sezilmayapti. Allohga shukur, yaxshi boramiz yaxshi tadbirlarga, to'ylarga, tantanalarga borsak hamki, baribir ham uzoqdan ko'rib o'tirishadi-yu. Keyin Jamol aka bitta Buxoroni eshitaylik deyishadi-da. Men mehmon bo'lib kelganman. Keyin menga navbat berishadi. Men xursandligim shundanki, mana shu qo'shiqlarim xuddi farzandlarimday, iloyim umri uzoq bo'lsin. Mani qo'shiqlarimni birgalikda ijro etishadi va so'rashadi, shu qo'shig'ingizni aytib bering, unisini aytib bering. Hazilomuz qo'shiqlarim ham bor. O'shalarni yod olgan muxlislarim ham bor. Men bundan juda ham xursandman. Jambil aka, o'zingiz san'atkor sifatida erisha olmagan qaysi bir armonlaringizni Javonbekda ko'rishni xohlaysiz? Ushalishni xohlaysiz? Sevimli bo'lsin. Sevimli. Siz shundoq ham sevimlisiz. Sevimliman. Allohga shukur, taniqlimiz, sevimlimiz. Ana shu farzandimga men shu san'at sohasida yoshim hozir 60 ni qarshilayapmiz. Allohga shukur. Men demoqchimanki, neki orzu havaslarim bor, hammasiga erishdim men desam ham bo'ladi. Chunki respublika ko'rik tanlovlariga qatnashdik. Manaman degan respublikani manaman degan sahnalarga chiqdim. Katta dunyo miqyosidagi festivallarga qatnashdim. Juda ko'p davlat tadbirlarida. Endi ularning soni ana shu 35 yildan buyon desak ham adashmayman, mustaqillik bayramlarida jamiki hammasiga qatnashdim. Juda xursandman. Demak, san'atkor sifatida sizda armon yo'q. Yo'q. Faqat orzu bo'lishi mumkin va u orzularingizni Javlonda ko'rish istaysiz. Alloh nasib qilgan bo'lsa, ana shu Javlonbekni o'ziga yarasha ovozi bor, o'z men bilan tadbirlarda, xalqimiz yaxshi kunlarga qatnashib kelyapti. Men xursandligimki, men masalan to'yni birinchi nima deydi? Boshlanish qismida ashularni aytaman, keyin bugun deyman, yangi ovoz, mana ham shogirdim, ham zurriyotim, farzandim Javlonbek Vohidovga navbat deyman. Bemalol to'yni oxirigacha o'zi davom etadi. Men yonida turaman albatta. Jambil aka, sizni ta'siringizmi buni san'atga kirib kelishi, siz istagingizmi yo o'zini xohishimi? Endi muhit bu yoshligidan men sizga aytsam, qo'liga mikrofon edi, o'ynasa ham mikrofon bilan, o'yinchoqlar bilan emas. Keyin ana shu kolonkalarimiz bor, ovoz kuchaytiruvchi, shularning ichiga kirib, men ta'mirlasam agar o'sha yerga kirib yotib ham qolardi yoshligida. Keyin uyimizda doimo san'atkorlar jam bo'lsa, yig'ilish bo'lsa agar, masalan, repetitsiya jarayonlari bo'ladi, yonimizda albatta onasi olib kelib qo'yardi. Kuzatib o'tirardi. Endi qoniga bor. Gen baribir tortar ekan. Men bo'lmasa xohlardimki, bu juda yaxshi elektrik, o'zi elektrik sistemalari juda yaxshi. Katta farzandingiz, u ham san'at ichida o'sgan bo'lsa ham, lekin u boshqa yo'nalishni sohani, qizim ham katta qizim Shohidaxon ham, garchi ular bolaligida qo'shiq aytib, tadbirlarda qo'shiq aytib yurishardi men bilan birgalikda, lekin ular boshqa yo'nalishga o'tib ketishdi. Lekin ana shu kenja o'g'limiz Javlonbekga nasib qildi. Bu juda ham xursandmiz. O'zi yaxshi
ustalik ham qilib biladi. Yani, masalan, ana bu kameralar, ana nima deydi, lyustralarni qo'yib biladi. Javlonni o'zidan ham eshitaylik. Avval musiqa maktabi, ha? Qaysi yo'nalishda? Fortepiano yo'nalishida 6 yil Aha. musiqa maktabida, keyin 2 yil san'at kollejida Ixtisoslashgan san'at maktabida. estrada vokal yo'nalishida. Hozir esa Buxoro Davlat universitetini instituti, pedagogika institutiga pedagogika institutini san'atshunoslik yo'nalishida. 3-chi kursga. An'anaviy ijromi? shunday. Musiqa ta'lim yo'nalishi shu ichiga boramiz. Juda yaxshi. Demak, ta'lim ham nima deydi u, san'at xonandalikni ham professional darajada olib boryapti. Ya'ni hamma etaplari, hammasi etaplar. hamma Shkoladan boshlab, hamma maktabdan, bosqichlarida. ana kollej deymiz va ana oliy o'quv bilim yurtini ham shu yo'nalish bitta. Hozir endi so'z chalishda faqat fortepianoda. Fortepiano Boshqa bilan so'z rubob. Hozir rubob institutida juda o'rgandim. yaxshi, juda yaxshi. Institutda men xursandligimki, o'zimizning milliy cholg'u asboblari ham O'qitiladi. o'qitilar ekan. Shunga men rubob olib berdim. Va baza ham juda yaxshi ularda. Hozir Juda, moddiy juda. baza ham juda yaxshi. Hamma deyarli o'sha asboblar yetarli. Avval o'qishlariga bilasizmi, bu nima deydi? Panja ostidan qararishdi avvallari. Bir 20-30 yil oldin bormasam ham bo'ladi. Hozir biron kun ana shu 2 yil institutda o'qigan bo'lsa, biron kun darsni qoldirmabdi. Juda yaxshi. Ertalab o'zim men shaxsan etib institutgacha mashinam bilan, masalan, avtomobilim bilan etib qo'yib kelaman. Keyin o'zi keladi. Ana kelsa ham uyga fortepiano ham bor, ana rubobi ham bor va o'zini maxsus xonasi bor. O'sha yerga o'tirib Faqat dadangizni qo'shiqlarini kuylaysizmi yo o'zingiz yaxshi ko'rgan san'atkorlarning qo'shiqlarini ham kuylab turasizmi? O'zim yaxshi ko'rgan san'atkorlarni ham kuylayman. Bugun nima eshitamiz hozir birinchi bo'lib? Botir Zokirov qo'shig'i Umid. Juda yaxshi. Ustozlarni men ko'pincha bunga aytamanki, shu uyda ham eski ustozlarni ko'r, shularning hayotlari, ijodini avval ko'r, eshit, qanday ular shu natijaga erishganlar. Eshitib, birinchi navbatda shu Botir Zokirovni hayoti va ijodi bilan qiziqdi, ko'p videolarini ko'rdi va shu qo'shiqni tanladi. Menda ustozlarning bu o'lmas asarlari. Albatta. Ana va shu bilan birgalikda o'zini yoshiga xos hozirgi estrada xonandalarini ham qo'shiqlarini ijro etdi. Unda eshitamiz, ha? Marhamat. Demak, Javlonbek Vohidovdan bizda debyut, premyera desa ham bo'ladi, chunki bu qo'shiq hali hech qayerda yangramagan, to'g'rimi? Internetlardan tashqari albatta va bu bizda bugun premyera bo'lib Baho berasizlar. yangraydi albatta. Eshitamiz unda. Kecha boda oy shu'lasi tushmas edi ko'zlarimga bargarov boqqan o'sha yulduz kabi xunuk ko'zlarimga negadir desam mana tuz kerakdi yana aman shu chustaylarim bisalomlarim eslayman nigor ko'risharmiz balki yana kuz kuni bargarov boqqan o'sha yulduz kabi qo'nar ko'zlarimga sanayman men ayriliqni harmonini
Pusayman kuz tonglarini So'rim bog'lar chiroyini Chuz shildi gullar so'ldi gul bog'imda Sen dil bog'imda Sen hamon tuz qo'ylarim so'nlarim Esla nigam Gözlerimge Göz daylarım sonlarım Esler nigam Juda go'zal ijro bo'libdi. Tabriklayman. Debut juda chiroyli bo'ldi. Meni eng xursand qilgan narsa bizni Buxoro san'atkorlarini ko'pchiligini oyog'iga uradigan bir narsa bor, bu ham bo'lsa aksent. O'sha sheva. Ya'ni bizda o'zbekcha so'zlarni talaffuz qilishda biroz buzib talaffuz qilish juda ko'p san'atkorlarimizda uchraydi. Men juda xursand bo'lganim sof o'zbek tilida chiroyli kuylangan qo'shiq. Ya'ni bu narsaga ham, bu ham Javlonning yana bir yutug'ida. Bu uchun ustozlariga fursatdan foydalanib Izrolaxon ustozlariga fortepianodan dars bergan Maqsuda Muhammedovna. Maqsuda Muhammedovnaga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xuddi o'zini farzandidek ko'rib 6-7 yil shunga ta'lim berdilar fortepiano sohasida. Keyin shu san'at kolleji deymiz, endi ixtisoslashtirilgan san'at maktabi hozir Ilhomjon Naimov buni ustozi va Boburshoh Nurullayevlarga rahmat. Ular shu buni aksenti ustida ko'p ishladilar. Chunki haqiqatan ham to'g'ri gapirib o'tdingiz. Biz endi tojik zabon endi Buxoroga shuning uchun ham bizning san'atkorlarimiz ko'p ham o'zbekcha qo'shiq kuylashmaydi. Shuning uchun ham ayrim payt agar ularni chaqirsangiz efirga deydik, mana aksentim bor deyishadi. Ana shu rahmat ustozlariga shu aksentini ustiga ishladilar. Diksiya deymiz. Ya'ni vokal tilida shu har bitta harflariga, urg'ulariga e'tibor berib, yo Allohga shukr, hozir xalqning xizmatida. Qo'shiqlarni o'zi erkin tanlaydimi yoki siz tanlab berasizmi? O'ziga biz men bir gapni aytib o'tmoqchiman. Meni hozir do'stim ham, hamkorim ham, meni farzandim, Allohga shukr. Biz birgalikda. Va u uchun ham xuddi shunday. Shunday. Biz bu aytadi, dada deydi, men sizga bitta qo'shiq yubordim deydi. O'zi yo'lda, boshqa joyda. Misol o'qishda bo'lishi mumkin yoki biron tadbirda shuni ko'ring qani meni ovozimga tushadimi deydi. Endi to'g'ri tan olish kerak, bizlar endi xalq xizmatida bo'lganimiz uchun hozir shlyager bo'lgan, ya'niki hozir ruschasiga востребованный deydigan qo'shiqlar bor. Talabi yuqori bo'lgan qo'shiqlarni shuni ijro etamiz. To'g'ri, xizmatlar uchun shunday qilishga majburmiz. Chunki shu to'ychi shuni talabiga
kelgan talabidan kelib chiqqan holda o'sha misol deylik ana mana hamnomim bizni shogirdimiz Jambul ham masalan voh bu kabutar. Endi bilasanmi hamma joyga hozir O'shasiz to'ylar o'tmaydi, to'g'ri? shunday. Shuni aytish kerak. Ko'raman ovoz diapazonini bilaman buni. Kuchini, ovoz imkoniyatlarini bilasiz. Imkoniyatini bilaman va aytaman, o'g'lim, bu siz misol sizga to'g'ri keladi yo to'g'ri kelmaydi. Biz to'g'ri qabul qiladi bu ham. Lekin hozir bitta narsani ham bilish kerak. Hozir bunda ya'ni o'sha aytganingizdek o'tish davri, ya'ni buni ovozini hozir shakllanish davri. Bu hali ovoz to'liq shakllanib ulgurgani yo'q. Shuning uchun katta avjlik qo'shiqlarga hozircha urg'u berib o'tiramiz, zo'r bermaymiz. Chunki salgina vaqt bor, 1 yil. Chunki bu ovoz pardalarini shikastlab ham qo'yish mumkin. Shunday. Hozir qaysi qo'shiqni ijro etamiz? Ya'ni o'zi tanlagan, o'zi yaxshi ko'rgan qaysidir qo'shiq? Modaram qo'shig'i onajonlar uchun. Onajonlar uchun va onajoningiz uchun. Onajonim uchun. Bizni tomosha qilyaptilarmi? Albatta. Biror nima demoqchi bo'lsangiz bemalol. Shu Sizni yaxshi ko'raman. siz uchun bu qo'shiq tanlaganman. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman dey. Oilaviy yaxshi ko'ramiz. Hammamiz. Adilni yaxshi ko'raman. Unda demak modaram qo'shig'ini eshitamiz. Shunday. Bo'pti. مادرم خستی خم دنیای من یک فرشته در زمین برای من شب و روز پرسم از وجدانیش من چی خود کردم برای مادرم خستی خم دنیای من یک فرشته در زمین برای من شب و روز پرسم از وجدانیش من چی خود کردم برای مادرم جان مادرم دستی نرمه در سرم ای تو بازگن نگیر این یگانه گفخرم مادرم جان مادرم دستی نرمه در سرم ای تو بازگن نگیر این یگانه گفخرم زیش اخباری تو آرامشی من سربزانوی تو آسایشی من همان کودک بیمادم بشی تو حرفی نکرد دوایید سوزشی من این جهان با تو بزیبد مادرم ستدر موی سفیدت مادرم گردی رنجیدم ای دنیا در سرم من زیده بغندت سلیلا میخنم مادرم جان مادرم دستی نرمه در سرم ای تو بازگن مگیر این یگانه گفخرم مادرم جان مادرم دستی نرمه در سرم ای تو بازگن مگیر این یگانه گفخرم Ofarin, juda chiroyli qo'shiq onalarimiz uchun. Menimcha xizmatlarda ham juda ko'p so'raladigan qo'shiq. Shunday. Taniqli estrada xonandalaridan kimlarning qo'shiqlarini sevib kuylaysiz, eshitasiz? Masalan, Yorqinxo'ja Umarovni san'atlarini hurmat qilaman, qo'shiqlarini eshitib turaman, Kuylab ham turasizmi? kuylab turaman. Qaysi qo'shiqlarni yaxshi ko'rib kuylaysiz? Shirin qo'shiqlarini yaxshi ko'rib Ya'ni forscha kuylangan qo'shiq, ha? Eshitamiz unda. Shu qo'shiqni ham kuylagansiz, ya'ni sizda tayyori bor, ha? Bo'ldi. Unda eshitamiz.
خیتابان شیرین خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لب لبی بال ما خیتابان شیرین سیب سیاه مویش کچکی نقدش من دیوانه قلده بو قرش من دیوانه قلده بو قرش خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لب لبی بال ما خیتابان شیرین خوشروی شیرین خندی نبات شیرین لب لبی بال ما خیتابان شیرین شکر عطری گلی یاری زبانی شکر جان شکر کنه خندانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر لب لبی بال موقع تبانی شیرین عطری گلی یاری زبانی شکر عطری گلی یاری زبانی شکر روی شیرین خندی نبات شیرین لب لبی بال موقع تبانی شیرین روی شیرین خندی نبات شیرین لب لبی بال موقع تبانی شیرین Hasıl bekunam tu araz araz lakuni Chaqirganda yonimga qalbi zalib bekuni Dilam dilam bezalab to'y tuba dilam bezalab to'y olo ekan bu qizcha bunchalar ro'parish ro'yi shirin qandi naboti shirin lab labi bolmo xitaboni shirin ro'yi shirin qandi naboti shirin lab labi bolmo xitaboni shirin siyah mo'yash kichkina qadash mani divona qildi bu qarash ro'yi shirin qandi naboti shirin lab labi bolmo xitaboni shirin ro'yi shirin qandi naboti shirin lab labi bolmo xitaboni shirin Ofarin, juda omadli chiqdi. Jambil aka, endi mana xalq xizmatlarida biz bilamiz, siz to'liq jonli ijro etasiz. 100%. Ya'ni 3 soat davom etadimi, 5 soat davom etadimi? Siz harakat qilasiz. Keyin sizni o'sha nima deydi, o'sha jamoangiz ham juda ko'pchilik bo'lib borardingizlar-da, men to'ylarda esimda o'sha 15-20 kishi bo'lib, hatto o'sha hamma sozandalargacha jonli. Hozir ham shundaymi? Endi nimaga bu savolni beraman? Hozir juda ko'p joyda mana fonogramma bor, sun'iy intellektdan foydalanishadi. Ya'ni sizda bu an'ana hozir ham bormi? Bizga an'anamiz endi nima deydi? To badanimizda qonimiz oqib o'tiribdi, bu an'ana davom etadi. Chunki mana padara buzrukvorim ham umrlarini oxirigacha jonli ijro da qo'shiq aytib yurganlar. Bizga ham nasib qilsin shu badanimizda qonimiz oqib o'tiribdi, jonli ijro etaman, lekin guruhga kelganda hozir ancha qisqartirganmiz guruhimizni. Chunki zamona talabiga xos qilib, lekin bolalarimiz mana sozandalarim boshidan oxirigacha jonli cholishadi. Buni mana faqat muxlislarim bilishadi, chunki ayrim bir san'atkorlar aytish mumkin, bu kishi ham bari fonogramma aytadilar deb. Chunki ular mana to'yda ko'rishmaganda. Buni o'zimga yarasha mana muxlislarim bor. Iloyim baraka topsinlar. O'shalar mana shu jonli aytganimni hurmat qilganlari uchun mana shu to'ylarga, yaxshi kunlarga taklif qilishadi. Men albatta bilasizmi? Agar men jonli aytmasam agar bo'g'ilib qolaman-da. Men endi nima deydi endi? Tabiatingiz shunaqa va prinsip deydi-ku, Allohga shukr, ovoz bor. Uni ishlatib turish kerak. Masalan, mashinaning motori ham turib o'tirsa agar, misol bir oycha haydamasangiz agar, ular o'tirib qolishi mumkin-da. Lekin bugun san'atga sun'iy intellekt juda jadal kirib kelyapti. Bunga qanday qaraysiz? Endi mana kelajakda Javlon balki shundan foydalanar. Sun'iy intellektga mana qarshi joyim yo'q. Uni faqat to'g'ri yo'naltirish kerak, to'g'ri ishlatib bilish kerak. Ya'ni ovozga emas, ovozga urg'u berish kerak emas, faqat musiqa. Sun'iy intellektda haqiqatan ham dunyo borki, musiqa asboblari jamlanadi. Musiqa asboblari shu shar desak. Endi
10 mingdan ortiq musiqa asboblari joylashgan sun'iy intellektning bazasi bor. O'shandan kerakligini, misol qaysidir kelingki mangollarni bir xil nay bor ularida. Nay asbobi bor. Shunaqa puflab chaladigan o'shaga shu ishlatish mumkin. talab etyapti shu qo'shiq. Olib shuni qo'ysa bo'ladi. Sun'iy intellektdan olib qo'yasiz. Mana qandini ursin. Lekin bugun odamlar sun'iy intellekt kuylagan qo'shiqlarni maza qilib eshitishyapti. Eshitishyapti. Hozir Bu sekin-sekin san'atkorlarni ana siqib men hozir chiqarmasmikan? ana shu syomka jarayoniga kelishdan oldin, misol svetoforda turganimizda, masalan, 10 ta moshin bo'lsa, shundan 8 tasi, 7 tasi sun'iy intellekt qo'shiqlarini eshitib kelyapti. Xalqqa ma'qul bo'lyapti shu endi. Lekin Endi bu san'atni bora-bora o'ldirmasmikan? endi uni Erta to'g'ri to'ylarni ham shu egallamaydi. yo'q, endi unchalikka bormasa kerak, chunki Allohga shukr, ana san'at bizning xalqimiz san'atkor, san'atni sevadigan. Chunki sun'iy intellekt Buxoro mavrigini bizda aytib bilmaydi. Shunday. Bizni O'zi maqomlarimizni men eshitaman. Men dunyoni kezaman, nima deydi? Ham kezaman, O'rganaman. Kuzatasiz. Kezaman degani kuzatish televideniya orqali kuzataman. Baribir ham sun'iy intellektni joni yo'q-da. Bilasizmi? Shu nolalari bu Sun'iyda o'z nomi bilan. bizni maqomimizni, bizni mavrigiy buxorcha qo'shiqlarimizni, uni nolishini odamzodni yuragiga avvalambor Alloh tomonidan berilgan bo'lsa, u chiqarib biladi. U sun'iy intellekt baribir ham kompyuter. U misol Yevropa qo'shiqlarini aytishi mumkin. Kelingki boshqa davlatdan qo'shiqlar, lekin buxorchani andak bundak san'atkorlar ularni aytishi u juda qiyin. 100% qo'shilaman fikringizga. Chunki baribir jonli nima deydi? Jonli ijronidan olinadigan rohat baribir boshqacha-da. Baribir uni tinglaganda undan olinadigan o'sha rohat baribir u boshqa. O'sha jonli ijroni tinglab biladigan inson ham bu bir san'at darajasida bo'lishi kerak-da. Albatta. O'sha agar ashulangizni misol siz avjini olib o'tiribsiz, bor vujudingiz bilan uni avjini olsangiz agar kechirasiz-u, andak bundak odam bardosh bermaydi, ko'zingizni oldi qorong'ilashib ketadi. Agar katta avjilarni olsangiz agar, o'sha payt shu shinavandangiz sizni quloq solib o'tirib, "Ey yashang Hofiz" desa bor-ku, bu shunaqa ilhom mazza. Shunaqa mazza bo'ladi. Qanotlar chiqib uchib ketasiz. Endi agar ayrim davrlarga tushasiz, uni endi men teletomoshalardan uzr so'rayman. Siz ashula aytyapsiz, kimdir telefonda gaplashib o'tirishi mumkin, endi o'zini muammolari bilan keyin deysiz, bekor kelib qoldim-da deysiz. Endi har xil davr tinglovchi ham har xil. Endi ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetib borayotgan ekan, o'sha mashhur Buxoroni boya aytganimizdek madhiyasiga aylangan Dilbayor Dastbakor qo'shiq haqida ozgina. To'g'ri, uni yaratilishini siz juda ko'p joylarda aytgansiz. Lekin ba'zi bir tomoshabinlarimiz uni yaratilish tarixini bilmasligi mumkin. Va bu qo'shiqqa ham adashmasam 30 yilchalar bo'lgan-da. 31 yil. 31 yil bo'libdi. 95-yil. 1996-95-yillar endi har bir san'atkorni o'zini pik cho'qqisi deydi-ku. Siz o'sha davrlarda pik cho'qqiga chiqqan biz ana sizlar bilan birgalikda stadionga u payt stilingiz ham boshqacha edi, sochlaringiz sochimiz uzun edi. Shu eng shu kelib chiqish tarixini aytay. Biz kechqurun esingizda bo'lsa shu stadionga konsert qo'ydik, ertalab turdik. Choyimizni ichib, endi ro'zg'or bozorga bordik. Bozorga borsak, ashula ketyapti. Kasnadoram. U payt kasetalarda o'sha konsertda esingizda bo'lsa agar siz ham ishtirok etgansiz, shu konsert jarayonida shu bizni ovozimizni nima deydi? To'g'ridan to'g'ri yozib olishadi-yu, kechasi bilan uni ko'paytirib sonini shunday. Ertalabdan savdoga chiqarishadi-da. Yopiq bozorga borsam, qo'shiq yangrayapti. Vah dedim. Men rohat. Nima deydi, shunaqa endi xursand. O'zimizni dehqon bozorga borsam, qo'shig'i yangrabdi-da. Voy dedim, o'sha hamma taniyapti. O'sha payt konsert desa, hamma yopirilib boradigan vaqtlarda hamma taniyapti. Kecha konsertga edik, zo'r ana ijro bo'ldi. Rahmat, to'yimizga sizni aytamiz. Voy, shunaqa vaqtlar. Keyin O'zbekiston vatanim mening tanlovi bo'ldi. Bo'libdi. Sadriddayni teatrida, eski Sadriddayni teatrida bo'layapti.
man Bobur Bobomurodov bizni hamshahrimiz, hamnafasimiz, zo'r ijodkor, inson, shoirimiz. O'zbekiston assalom degan qo'shiqlarni bizlar ko'rik tanlovga chiqardik. O'zlari ham o'tiribdilar. Hozir bir necha daqiqadan keyin taqdirlash marosimi bo'ladi dedilar, o'tiribmiz. Hech esimdan, kechagiday esimda, orqa o'rindiqda Bobur o'tiribdilar, do'stimiz. Keyin dedilar, Jamol aka, bitta hozir narsa keldi, bir varaqlang, ko'ring qani dedilar. Oddiy qog'ozda yozilgan, oddiy qog'oz. Shuna qarasam, shaharlar imomi. Imom qayerda turadi? Oldinda, hammadan oldinda. Haqning erkasi, ruhiyat chashmasi, iymon o'lkasi, osmonni suyagan zamin yelkasi, ilm ila sharif bu, azal Buxoro. Voy! Keyin pripyev ketibdi, Dilbayor dasbaqor. Menda muzikasi bor dedim. O'sha yerda tug'ildi. O'sha yerga tug'ildi. Bir necha daqiqadan keyin birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin taqdirlash marosimi bo'libdi. Oliy o'rin. O'zbekiston assalom qo'shig'iga Vohidovlar oilaviy jamoasi deb bizga oliy o'rinni berdilar. Endi bu yerdan bu qo'shiq kelibdi, bu yerdan katta mukofotlar, katta xursandchilik, televideniya, mikrofonlar, hozir ayrim nima deydi, katta san'atkorlarga intervyu bersalarga 5-6 ta 10 ta mikrofon tursa, o'sha payt buni ko'rganmiz 95-yillarga. Nechta Osiyo telekanali, Koinot telekanali, hamma mikrofonlar, birdaniga zvizda, shunaqa bo'lib ketdik. Allohning nazari tushdi bizga. Keyin uyga kelguncha, o'sha payt ishonmaysiz, shu Sadrindani teatridan vokzal tomondan kelguncha miyaga muzika kelaverdi. Shu musiqasida. Men o'zim ham musiqa gonoga yozib turaman. Keyin buni musiqasini yaratdik. O'sha yildan buyon bu rahmat fursatdan foydalanib Bobur Bobomurodov do'stimizga shu qo'shig'ingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Men lekin qalam haqqini ham berganman. Fursatdan foydalanib. Bu qo'shiq bilan men ko'p davlatlarga aylanib keldim. Katta dunyo festivallariga borib kelib, hattoki shunday bo'ldiki, bir kun men xizmatda Zilolaxon, ishonasizmi, soat 11 kechqurun. Menga qo'ng'iroq bo'libdi Toshkentdan. Tez erta soat 12 tushlik paytiga siz chiqishingiz kerak katta tadbirda. Festival bo'libdi, международный. Men to'ydaman, hali to'y tamom bo'ladi, borishim kerak. Borib, ishonmaysiz, to'ydan keyin uyga borib kerakli anjomlarimni olib, mashinaga minib Toshkentga borib ulgurdim. Men kiryapman, menga zardo'z nima deydi, to'nni kiydirib, mikrofonni beriblar, chiqib tadbirga qo'shiq aytgan kunlar bor. Shu qo'shiqni bitta yodga olaylik. Shu qo'shiqni bitta ijro etib bering. Mumkin bo'lsa. Baholi Qudrat ana hozir Javlonbek yordam beradilar. Yordam buni nahoratiga ikkalamiz hozir ijro etib beramiz. Unda Buxoroni madhiyasini eshitamiz. Buxoroni madhiyasi. imomi, haqning erkasi, ruhiyat chashmasi, iymon o'lkasi, osmoni suyagan zamin yelkasi, ilm ila sharif bu azal Buxoro. Osmoni suyagan zamin yelkasi, ilm ila sharif bu azal Buxoro. Dilbayor dasbakor Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu. Dilbayor dasbakor Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu.
inson kamoli, bag'rida nozlanar jannat shamoli. Bizga nasib etdi nurli jamoli, bizlardan ham meros go'zal Buxoro. Ilbayoru dasmakon Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu. Ilbayoru dasmakon Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu. Alloh o'zi madadkor Buxorodir bu, ulug' birlar ruhiyor Buxorodir bu. Har g'ishtida sehri bor Buxorodir bu, to qiyomat barqaror Buxorodir bu. Ilbayoru dasmakon Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu. Ilbayoru dasmakon Buxorodir bu, iymoni sof beg'ubor Buxorodir bu. Buxorodir bu, Buxorodir bu. Ana. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling. Ajoyib xotiralarni yodga solganingiz uchun ham rahmat. Rahmat. Bugungi dasturda ishtirok uchun ham minnatdorchilik bildiramiz. Salomat bo'ling. Siz juda san'atda yuksak cho'qqilarga erishdingiz va biz Javlonga Alloh aynan shukr. sizning yo'lingizni berishni va o'sha o'zi Inshaalloh. orzu qilgan, o'zi havas qilgan san'atkorlar yo'lini berishni Ilohim. albatta istab qolamiz va dasturlarimizda yana kutamiz yangi Inshaalloh. ijod namunalari bilan. Agar mana muxlislarimizga tilaklaringiz bo'lsa, bemalol eshitamiz. Tilaklarimiz barcha muxlislargaki avvalambor yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, tani-sat, xotirjamlik, har kunimiz to'y bo'lsin. Biz san'atkorlarning niyatimiz bitta. Yaxshi kunlaringiz bo'lsin, to'ylaringiz ko'paysin. Bizlar Buxoroy sharifning san'atkorlari borib yaxshi kunlaringizda xizmat qilish nasibi ro'za aylagan bo'lsin. O'g'illaringiz iloyim kuyov bo'lsin, qizlaringiz kelin bo'lsin. Kasbkorlarga baraka bersin va boy bo'lsin xalqimiz iloyim. Ma'naviyan boy bo'lsinlar. Ana kelinki yaxshi kunlarda fursatdan foydalanib Istiqlol televideniyasi jamoalarini barchalariga kattadan katta rahmat. Zilolaxon shaxsan sizga, Abdullajon ukamizga ham katta rahmat. Ana 6 oy deganda bizga sabr qilib kutib, ana bizni taklif qildingizlar. Juda boshimiz osmonga yetdi. Xursandmiz. Bugun o'g'limizni ana fursatdan foydalanib, ana barcha tomoshabinlarga aytmoqchimanki, ana shu o'g'limizni duo qilinglar, yaxshi kunlaringizga borib xizmat qilsin. Ilohim. Ana bizni yo'limizni bersin, ustoz san'atkorlarning yo'lini bersin. Albatta. Biz sizni dasturlarimizda yana jon deb kutib qolamiz yangi ijod namunalari bilan. Inshaalloh. Shu nuqtada biz dasturimizga yakun yasaymiz. Yaxshi kayfiyat hamisha hamrohingiz bo'lsin. Istiqlol telekanalidan uzoqlashmang.